Do'stlar. Mana Barselona deymiz, Italiya deymiz, Yevropa deymiz. Mana hayotimiz bizani. Mana gazda, mana kechagi qolgan ovqat mana. Ertalab Gollandiyadan Italiyaga yuk ortyapman. Mana zadaniya. Ko'ryapsizlarmi? Yevropada ish deysizlar. Zo'rda maza qilib yurishibdi deymiz. Barselonani ko'rsatamiz, Ispaniyani ko'rsatamiz, yo'llarni chiroyli ko'rsatamiz. Lekin haqiqiy hayotimiz ham mana. Kecha qolgan ovqatlarni yeb o'tiramiz, mana gazimiz bor mana. Birovga yetsa yetadi yo'q. Kabinada mana uxlab yuramiz mana shu yoqqa. Tepada hamma narsalar, chamadonlarimiz, qopimiz. Shunaqa do'stlar. Har bir narsaning yaxshi tarafi bor. Sal bunaqa tarafi ham bor. Mana kartoshka, piyoz to'plab qo'yganmiz. Mana xolodilnik mana bu. Shunaqa gaplar. Bir parcha dalniboshliklar hayotidan Yevropada. 2025-yil 2-may. Andonam qotib qolgan.